Endi jamoalarning hozirgi holatidan kelib chiqib taxmin qilamiz. 3-1 Barsa yutsa kerak. Ikkala jamoani muxlisi emasman, lekin chiroyli o'yin tarafdoriman. Hozirgi holatda sport formasini hisobga olgan holda menimcha 2-1 ga Barselona yutadi. Hozirgi sport formasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Barselona yirik 3-0 hisobida g'alaba qozonadi. Katta ehtimol 3-1 Barselona yutadi. Real Madrid yutolmaydi, Barsa yutadi. 2-0. Har doimgidek Barselona g'alaba qozonadi. Hisob 3-1. Shiddatli o'yin kutamanman, lekin baribir oxir oqibatda Barsa g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Hisob 2-1. Barselona Real Madrid 4-2. Kubok finalida Barselona va Real asosiy vaqtda va qo'shimcha taymlarda durang qayd etiladi. Penaltilar seriyasida hayronman kim g'alaba qozonadi. Menimcha Chesneyni imkoniyati ko'proq, chunki zo'r formada, Courtois oxirgi payt xatolari ko'paydi. Lekin penaltida bilib bo'lmaydi. Real finallarni yaxshiroq o'ynashi ham borgan.